Barchaga salom, sizlar bilan Sulviya. Bugun juda ham qisqa video yozamiz. 3-martda bizada qonli oy, kravavay luna zatmeniyasi bo'lib o'tgan. Bu nimaga unday deyiladi? Chunki bizning lunamiz, oyimiz qip-qizil rangda bo'lgan tutilishi. Shuning uchun shunday. 2 hafta plus minus davom etadi va har bitta burjga to'xtalib o'tsak, Qo'y burji 6-uy ish, sog'liq, kundalik tartib bo'yicha sizda masalalar bo'lib o'tadi. Qanaqadir asosiy o'zgarishlar shu 2 hafta ichida. Buzoq burjlarda 5-uyni o'z ichiga qamrab oladi. Sevgi, ijod, farzandlar temasi. Egizaklarda 3-uy va 4-uy muloqot, o'qish, oila a'zolaringiz va yashash joyingiz. Qisqichbaqalar, oila va yashash joyingizga bog'liq holatlar. Arslonlar, 1-uy, bu sizning shaxsingiz, o'zingizni namoyon qilishingiz, o'zingizga baho berishingizni qamrab oladi. Tarozi, karmicheskiy masalalar, to есть taqdiriy masalalar, ichki kechinmalar, yolg'izliklar ustida ishlash bo'ladi. Chayon burji 5-uy, sevgi, ijod va farzandlar mavzusi sizni o'z ichiga qamrab oladi. Strelets, sizlarda 4-uy masalasi, oila a'zolaringiz, ko'chish masalasi bo'lishi mumkin. Tog' echkisi 3-uy, martaba, obro' va ish joyingiz. Qovg'a burjlari 8-uy, boshqalar bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy pullar va moliyaviy o'zgarishlarga bog'liq transformatsiyalar. Baliq burjlari uchun 7-uy, bu munosabatlar va hamkorlar o'rtasida bo'ladigan o'zaro munosabatlar, o'zgarishlar masalalari ko'rib chiqiladi. Demak, bundan tashqari luna bizada kravavay lunani o'zi qaysi payti o'sha luna devani burjida bo'lgan, sumbula burjida bo'lgan. Bu nimani anglatadi? Bu tartibni anglatadi. Har bitta mayda detallarga e'tibor berish kerakligini, analiz qilish kerakligini anglatadi. Bundan tashqari bizni asosiy baliq burjimiz davom etyapti. Bu o'sha intuitsiya kuchayishi haqida ma'lumot sizga. Bundan tashqari taroda hozir общий energetika hammamiz uchun qanaqa bo'lishini ko'rib chiqamiz. Общая energetika bizada shuni anglatadiki, qiyinchiliklar, g'am tashvish, zerikish, yo'qotishlar davri nihoyasiga yetmoqda. Hayotimizni g'ildiragi teskari tomonga burilishni boshlaydi. Bu degani o'sha yaxshi tomonga burilishni boshlaydi. Qiyin tomon o'sha ortda qolyapti. Bu ko'pchilikni yaxshi yarashuvlarga, do'stona munosabatlarga, iliq hissiy lahzalarga, balki nikoh qurishga yoki qandaydir bir boshqa yangi shartnomalarni tuzishga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari quyosh kartasi, o'sha kartamizdagi esa eng kuchli ijobiy kartalardan biri. Bu shuni anglatadiki, kimdir o'z atrofidagi o'sha tanishlari orasida obro'li yoki taniqli shaxsga aylanishi mumkin. Shunaqachi holatlar ham bor. Balki o'sha dunyoviy masalalarni o'rganish holatini anglatishi ham mumkin boshqa tarafdan. Agar kimdadir kasallik bo'lsa, o'sha sog'lig'i tomonidan yaxshilanishi bo'ladi. Kim hissiy yo'qotishlardan o'zini o'nglab olmoqchi bo'lsa, demak yangi muhabbat topishi mumkin, yangi muhabbat kuchatishi mumkin yoki bo'lmasa urushgan insonlar yarashuv kutmoqda. Ish izlaganlar, hamkor yoki kelishuvlar qidirganlar uchun esa nihoyat o'zingiz ishlagan narsani topishingiz mumkin. O'zingiz ishlagan ishni topishingiz, o'zingiz xohlagan ishni topishingiz mumkin. O'zingiz xohlaganday o'sha usloviyalarda, shartlarda shartnomalar imzolashingiz mumkin. Boshqa hamkorlar topishingiz mumkin. Yangi hamkorlar bilan yangi tanishuvlar bo'lishi mumkin. Kimdadir biznes bo'lsa, unda ham o'sha biznes kengayishi yoki umuman olganda o'sha biznesingiz ijobiy yo'nalishlarga rivojlana boshlashi mumkin. Umuman energetika bu o'sayotgan oy energiyasi o'sha paydo bo'lgan mana shu holatda siz uzoq kutgan inson bilan nihoyatda o'sha uchrashuvingiz bo'lishi mumkin. Bu davr ko'plar uchun o'sha chiroyli hissiy holatlarga olib kelishi mumkin. O'sha keyingi kartalarimiz ham shu vibratsiyani, shu energiyani ko'rsatyapti, o'sha kuchli intuitsiyani, o'sha yuqori darajadagi vibratsiyalarni bermoqda bizga. Yangi darajaga chiqish davri boshlanyapti hamma uchun. Kimdir shartnoma tuzmoqchi bo'lgan bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, o'sha qiziqarli mana shunaqa xarakteristikaga ega bo'lgan hamkorlar bilan kelishuv tuzishi mumkin. Siz o'zaro kelisha oladigan hamkor bo'lishi mumkin. Qarashlaringiz bir-biriga mos keladigan, to'g'ri keladigan, bir-biringizni tushunadigan, aynan siz izlagan inson bo'lishi mumkin o'sha sizning yangi hamkoringiz.
Bularning barchasi sizga nafaqat moddiy baraka, balki hissiy quvonch ham olib keladi. Mana shu haqida bizning kartalarimiz aytib o'tmoqda. Bundan tashqari sud kartamiz shuni anglatadiki, siz murakkab vaziyatlardan ozod bo'lyapsiz. Bu omad, kelishuv, bitim, sevgi, imkoniyat va yangi shans, imkoniyatlar haqida gapiradi. Agar buni energetika sifatida ko'rsak, umuman olganda kuchli rivojlangan intuitsiya va ichki energiya holatingiz taxminan 2 hafta davomida hayotingizda barcha masalalaringiz asosiy rol o'ynaydi. O'sha yechilishi va o'sha ichki ovozingizni tinglashingiz kerak bo'ladi. O'z his-tuyg'ularingizga e'tibor berishingiz juda muhim rol o'ynashi mumkin sizni hayotingizdagi o'sha muammolaringizni hal qilishga har tomonlama. Xo'p, agar buni siyosiy tomondan, jahon miqyosi tomonidan ko'radigan bo'lsak, bu yerda tinchlik kelishini anglatmoqda. Bu nihoyat o'sha dunyodagi tinchlik davri boshlanishi mumkin. Sayyoramizda asta-sekin bilasiz, o'sha urushuvlar ketmoqda hozir har xil. Kravavaya lunaga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, boshqa tomondan o'sha kravavaya luna kelishidan oldin o'sha qon to'kilishlar boshlandi. O'sha qonli oy kelishidan oldin, plus minus 2 hafta oldin va hozir plus minus yana 2 hafta davom etishi kerak. Va shu holat nihoyat tugayapti. Oxir oqibat kelishish imkoniyati paydo bo'ladi. Agar jiddiy harakatlar qilinmasa, vaziyat o'zgaradi yaxshi tarafga. Murakkab davrdan ozod bo'lib, uzoq kutilgan tinchlikka erishamiz. Hattoki bizani ajdodlarimiz ham qo'llab-quvvatlamoqda. Sizlar bilan xayrlashaman. Sog' bo'ling.